Assalomu alaykum shogirdlar. Mana bugun listening haqida gaplashamiz. Juda ko'pchilik o'quvchilar aynan imtihonda yiqilishadi. Speaking natijasi yoki writing natijasi past bo'lib qoladi. Misol uchun B2 ga harakat qiladi, B1 oladi. Yoki bo'lmasam C1 ga harakat qilishi B2 olishadi. Yoki bo'lmasam IELTS dan 7 ga harakat qiladi, lekin umumiy overall balli misol 5.5 yoki 6 bo'ladi. Lekin bitta skill bor va bu skillda biz listening deb ataymiz va listening eng asosiy qutqaruvchi skill. Ya'ni misol uchun writing sizni pastga tortishi mumkin, yoki speaking pastga tortishi mumkin, yoki reading pastga tortishi mumkin. Sababi qiyin ularni rivojlantirish. Ochig'i juda ko'pchilik misol uchun speakingni, writingni, readingni oshirishga qiynaladi. Lekin listening shunaqangi skillki, birinchidan qutqaruvchi skill. Ya'ni bu degani misol uchun listeningiz yuqoriroq chiqsa, sizda mabodo writingingiz past chiqsa yoki speakingiz past chiqqan taqdirda ham siz yuqori ball olishingiz mumkin. Bunaqa holatga juda ko'p duch kelganmiz. Misol bitta namuna berishim mumkin. Tasavvur qiling, sizga 5.5 kerak. Listeningiz 7 chiqdi yoki 6.5 chiqdi. Qolgan birorta yoki ikkita skills misol uchun 5 chiqqan taqdirda ham overall ballingiz 5.5 bo'lib ketadi. Va bunaqa holatlar misol uchun meni shogirdlarimda ham juda ko'p uchragan. Ya'ni misol uchun 7 ga harakat qilyapti, bo'ldi. Aynan listening natijasi, ya'ni listening 8 ham chiqqanining natijasida yuqori ball olgan. Va juda ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor aynan listeningni rivojlantirish bo'yicha. O'ylaydi misol uchun grammatikam yaxshi emasligi uchun listeningim oshmayapti deb o'ylaydi. Yoki bo'lmasam juda ko'p podkast eshitadi. Kinolar ko'radi, multfilmlar ko'radi, tartibsiz tarzda misol uchun kuniga bir 6 ta, 7 talab kinolar ko'rib oladi yoki bo'lmasam 8 soat, 10 soatlab kinolar ko'radi, multfilmlarni ko'radi. Ingliz tilida kontent ko'rishga harakat qiladi, lekin listeningi oshmaydi. Bugun men sizga aynan mana shu misconceptionlar, mana shu xatolarni qilmasligingizni va bundan qochish uchun nima qilishingiz kerakligi bo'yicha 3 ta juda ham muhim bo'lgan maslahat beraman. Bu maslahat kimlarda ishlaganini men tushuntirib berishim kerak. Birinchi o'rinda bu maslahat avvalo o'zimda ish bergan. Ya'ni o'sha meni Sefer listeningda bilasizlar 75 ball maksimum hisoblanadi va nech marta misol uchun imtihonga kirgan bo'lsam, listening 75 dan 75 ball olganman, ya'ni maksimum ball. Yoki bo'lmasam IELTS listeningdan 9 ga chiqishimga yordam bergan. Uchinchisi esa o'zimda offline shogirdlarim bor yoki bo'lmasa onlayn shogirdlarimiz bor, Sefer shaxsiy kursimiz bor. Aynan mana shu kursdagi shogirdlarimizga ham mana shu aytgan 3 ta texnikam juda ham katta yordam bergan. Va juda ko'pchilikda bitta narsani ochiq men aytishim mumkin. O'sha onlayn kursimizga yozilaydigan o'quvchilarda yozilishini sababi ham domla yozilishimiz sababi misol uchun adminlarimiz aloqaga chiqishganda kursga yozilishim sababi shogirdlar natijalarimizni tashlaydigan bo'lsak, shogirdlaringiz asosan listeningda yuqori ball olgan. Menda ham xuddi shunaqa speaking yaxshiroq yoki o'rtacha yoki writing o'rtacha yoki reading o'rtacha, listeningimda men o'sha ko'tarib bormoqchiman. Va aynan mana shu listeningni rivojlantirish bo'yicha men 3 ta maslahat beraman. Aynan mana shu maslahatni imkoni boricha yozib, doimiy tarzda misol uchun 1 oy qiling, aniq javob beraman, 500% javob beraman. 1 oy ichida o'sha siz o'zingizda o'zgarish sezishni boshlaysiz. Bu 3 ta maslahatni berishdan oldin bitta narsa aytishim kerak. Agar siz misol uchun kino ko'ryapsiz yoki multfilm ko'ryapsiz, kinoni ko'ryapman yoki multfilmni ko'ryapman, tushunyapman, lekin testga kelganda misol uchun noto'g'ri javoblarning soni oshib ketyapti desangiz, siz tushuning, kino ko'rganingiz, multfilm ko'rganingizda asosan misol uchun aktyorlar yoki aktrisalarda o'sha как obrazlarda body language'lariga qarab turib siz tushunasiz. Bitta oddiy misol tushuntirib berishim mumkin. Rus tilidagi kinoni ko'rsam, misol uchun urush kinolari va hokazo bo'layotgan bo'lsa, men uni tushuna olaman. Jang sahnasi bo'lsa yoki bo'lmasam kimdir qonni solyapti, bo'ldi, qanaqadir bir yomon yoki bo'lmasam yomonligini bir yuzdan ko'rsatishga harakat qiladi deylik rejissyor. Aynan ana shu jihatlardan siz kinoni yoki multfilmni tushunishingiz mumkin. Bu degani siz kino bilan multfilmni 100% tushundingiz degani emas. Ya'ni men kinoni ko'ryapman, multfilmni ko'ryapman, tushunyapman, lekin testda ishlay olmayapman desa, siz xato qilasiz. Aslida siz kinoni, multfilmni tushunganingiz yo'q. Bitta yigit bitta qizga misol uchun qanaqadir emotsiya bilan bir qarasa yoki kulib qarasa, bunday body language-dan yoki yuzidagi ifodasidan siz tushunasiz, ha, demak bu yigit bu qizni misol yaxshi ko'rar ekan yoki bo'lmasam qoni solayotgan bo'lsa, ha, jahli chiqibdi deb turib siz qisman tushunishingiz mumkin. Bu degani kinoni ko'rib tushunyapsiz, multfilm ko'rib tushunyapsiz. Faqat listeningda, misol IELTS yo Seferda listening testini tushunmayapsiz degani emas. Siz aslida shu kinoni ham, multfilmni ham to'lig'icha tushunganingiz yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bor. Juda ko'pchilik o'ylaydi, misol grammatikam past yoki bo'lmasam lug'atlarim kam. Grammatik qoidalar takrorlayveradi. Yodlayveradi, o'rganaveradi va hokazo qiladi. Testlar ham yechadi. Qiziq tarafi
lug'atni ham yollaveradi. Misol uchun har kuni 20 ta, 30 ta, 50 talab yollaveradi, lekin o'sish bo'lmaydi. Sababi to'g'ri grammatika kerak, vokabulyar kerak, lekin eng asosiy narsa mana bu yerda. Ya'ni siz qulog'ingizni ingliz tilidagi audiolarga moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu muammolarni o'sha tushuningda, aynan mana shu muammolarning yechimi sifatida men sizga 3 ta maslahat beraman. Bu 3 ta maslahat nimalar? Birinchisi, buni odatda speaking uchun ham maslahat beraman, ya'ni shadowing technique degan narsa bor. Shadowing technique bu shadowing technique deydi yoki bo'lmasa imitation technique deydi. Bu taqlid qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kimga? Misol uchun deylik, bitta native speakerni olasiz. Juda ko'pchilik misol shadowing qilgan desa, aslida native speaker bo'lmagan qaysidir misol uchun aktyorni yoki aktrisani oladi. Men tavsiya qilaman, aynan native speakerga shadowing qilishni, ya'ni taqlid qilishingiz kerak bo'ladi. Taqlid qilganingiz ham sizda speakingingiz oshadi, ham sizda listeningiz oshadi. Sababi siz eshityapsiz va xuddi o'shani qaytara olyapsiz. Va ya'ni bu shadowing texnik imitate qilasiz, ya'ni taqlid qilasiz. Misol uchun deylik, kino ko'rasiz yoki multfilm ko'rasiz, Kung Fu Panda ko'rasiz. How it is impossible desa, siz xuddi o'shani qaytaryapsiz. Chunki siz xuddi o'shani qaytarganingiz, xuddi o'shanday siz eshityapsiz. Va siz mana bu qulog'ingizni moslashtiryapsiz ingliz tilidagi audioga. Birinchi qoida, ya'ni birinchi nima deydi? Texnikamiz bu shadowing texnikasi. Ya'ni bu nafaqat sizda speakingizga, balki listeningizga ham juda ham katta yordam beradi. Kino ko'ryapsiz misol uchun, shunchaki kinoni ko'rib o'tirmang. U pleasure uchun ko'radi ko'pchilik. Ya'ni misol uchun kuniga bitta yoki ikkita kinoni ko'rib tugatib tashlayapsiz. Hech qanaqa subtitrga ham qaraganingiz yo'q. Siz uni shunchaki pleasure uchun, mazza qilishingiz uchun, dam olish uchun ko'ryapsiz. Siz agar misol uchun deylik, maqsadingiz aniq, listeningdan deylik, hozir B2 darajadasiz, C1 ga chiqarmoqchisiz. Siz pleasure uchun qilmaysiz, siz listeningni oshirish uchun kino ko'rishingiz kerak bo'ladi. Listeningni oshirish uchun multfilm ko'rishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak desa, deylik, kerak bo'lsa subtitr bilan ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va har misol uchun deylik 3 sekund yoki 5 sekund yoki 10 sekund yoki 15 sekundda misol uchun bitta gapni aytib bo'ldi. Kerak bo'lsa subtitrni ochib turib, aynan o'sha subtitriga qarab turib kerak bo'lsa, siz shadowing qilishingiz kerak. Misol uchun aytdi. It is impossible desa, siz ham shunday to'xtatasiz, it is impossible deysiz. Mana shuni haqiqiy active shadowing, ya'ni faol taqlid qilish deyishimiz mumkin. Birinchisi bu. Ikkinchisi esa bu micro listening practice deymiz. Ya'ni micro listening practice degan narsa bor. Juda ham muhim. Micro listening practice tushuntirishdan oldin mikro bilan makroni tushuntirib berishim kerak bo'ladi. Va bu ikkinchi texnikamiz. E'tibor bering. Macro listening deganda biz misol uchun deylik 35 talik seferda yoki 40 talik IELTS listening testini ishlaymiz. Bu ham o'z nomi bir mashq. Ya'ni practice, ya'ni o'zi bu mashq, amaliyot. Bu mashq. Bu makro deymiz. Ya'ni o'sha test skill kerak bo'ladi. Misol uchun multiple choice ishlash uchun, masalan note completion yoki map uchun bir texnika hisoblanadi. Endi micro listening degan narsa bor. Micro listening misol uchun general English kitoblarida misol uchun mashqlar bo'ladi. 5 ta 6 ta mashq bo'ladi. O'sha 5 ta 6 ta mashq bir-biriga bog'liq bo'ladi va hammasi listening bo'ladi. Hammasi bitta mavzu ostida bo'ladi. Va aynan mana shunaqa micro listening mashqlar bajarishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu bo'yicha men oxirida yana bir bor aytaman, ikkita sovg'a beraman mana shu videoning oxirida. Birinchisi bu, ya'ni micro listening mashqlari uchun maxsus link beraman. Buni o'sha mana shu YouTube videoning ostida havola orqali bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mashqlar bo'ladi. Aynan shu mashqlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Doimiy tarzda bajarish orqali, ya'ni o'sha aynan micro listening exercise'larga boy bo'lgan kitoblar bor. Aynan shu kitoblarda audiolargacha tashab qo'yaman. Bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va bu narsa sizda listening comprehension eng muhim narsa deyish mumkin. Aytganda men kabi yoki bo'lmasam shogirdlarim yoki bo'lmasam o'sha C1 oladigan yoki IELTSdan 7, 8 kerak bo'lsa 9 oladigan o'quvchilarga o'xshab yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, sizga listening comprehension kerak bo'ladi. Aynan mana shu listening comprehensionni oshirish uchun eng muhim narsa mana shu micro listening exercise, ya'ni mayda listening mashqchalarini bajarish. Ya'ni bu narsa build up qiladi. Ya'ni sekin-sekin yig'ib boraveradi. Sizda listening qobiliyatingizni shakllantirib boraveradi. Natijada sizda misol uchun qulog'ingiz har qanaqa qiyin bo'ladimi, o'rtacha bo'ladimi, oson bo'ladimi, audioga moslashadi. Undan tashqari siz bir paytda o'zi test ishlash texnikangizni ham rivojlantirib borasiz. Bu ikkinchi texnikamiz edi. Uchinchisi esa bu accent exposure deyishimiz mumkin. Ya'ni aksentga moslashish. Biz eshitamiz, British Englishda eshitamiz. Lekin maslahatim, agar Sefer listening yoki IELTS listeningni yuqori ball olishni xohlasangiz, siz turli xil aksentlarga moslashishingiz kerak.
Amerika bo'lishi mumkin, Kanada bo'lishi mumkin, Avstraliya bo'lishi mumkin, New Zealand bo'lishi mumkin. Men o'zim eslayman, abituriyentlik paytimda, aynan IELTSga yoki TOEFLga tayyorlanayotgan paytimda, atayin aynan o'sha podkastlarda turlichasini topishga harakat qilaman. New Zealandga bor, misol uchun deylik, ABC bor, Avstraliyaniki, CBC bor, misol uchun deylik, yoki bo'lmasam CNN bor, aynan American accentda, British'niki bor, misol BBC. Aynan mana shularda eshitish orqali, ya'ni turli xil aksentlarda eshitish orqali sizni qulog'ingiz moslashadi. Nimaga desangiz, siz IELTS imtihoni bo'ladimi, TOEFL imtihoni bo'ladimi, faqat bitta aksentni eshitmaysiz va aksentlar bir-biridan farq qiladi. Oddiy misol, aksenti ozgina boshqacharog'ini, ya'ni bizdagi shevaga sal o'xshatishi mumkin. Misol uchun deylik, vodiyliklar boshqacharoq, xorazmliklar boshqacharoq, qoraqalpoqlar boshqacharoq, toshkentliklar boshqacharoq. Ya'ni farq qiladi. Anchagina farq bor. Xuddi shunaqa amerikalikda ham, kanadalikda ham, angliyalikda yoki bo'lmasam irlandiyalik, bular hammasi bir-biridan ozgina bo'lsa ham farq qiladi. Shuning uchun 3-maslahatim, siz qulog'ingizni aynan aksentga moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu tavsiya qilgan 3 ta narsamni bajarish orqali, ya'ni 3 ta tavsiyani bajarish orqali siz listeningda 75 dan 75 ball olishga yetib borishingiz mumkin. Ya'ni bemalol level up qilishingiz mumkin. Endi mana shu videoning oxirida men sizga ikkita sovg'a beraman. Birinchisi boshda aytganim, ya'ni o'sha ikkinchi texnikam deyishim mumkin. Micro listening exercise'lar bo'yicha men sizga kitoblar beraman. Aynan mana shu kitoblarni yuklab olishingiz mumkin. Mutlaqo bepul yuklab olib bajarishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa listeningda juda ham ko'p, juda ham tez takrorlanadigan 1000 tadan oshiq, yaqin 1,5 mingta so'zlar bo'yicha kitobcha mavjud. Buni tayyorlab chiqamiz va aynan mana shu so'zlarni ko'rib, o'rganib, yodlab, qanaqa talaffuz qilinadi, qanaqa yoziladi va hokazosini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Aynan mana shu videoni ostida, video descriptionda bor. Shunday havola orqali o'tib, o'sha fayllardan foydalaning, bajaring. Natijada o'sha shogirdlarim kabi yoki bo'lmasam o'zim kabi o'sha TOEFL listeningni 75 dan 75 yoki IELTS listeningni 9 olishingizga yordam beradi. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Agar haqiqatan foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga, yaqinlaringizga, ingliz tilini o'rganayotgan, aynan listeningni oshirmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling.